Nima noto'g'ri qaror bo'ldiki, Amirxon Alixo'jayev mag'lubiyatga uchradi? Bo'tga udab tushsa, sportmen oyoqlari ishlamay qoladi. Laqabingiz nima uchun Iron Man? Chap yuzimda, polnusti chap tarafimda temir. Goldni kichkinaligidan taniyman-da. Gold qachab urushgan baytda. Bolalarni ko'rasiz, Saturn qani, Saturn nimaga kelmadi? Bagdan rostdan tanimas ekan. Bu degani bu bola 10 yoshli bola hozir Saturnga havas qilgandan keyin tasavvur qilsin, 20 yosh bo'lgan nima bo'ladi? Yaxshi gapirishni bilmasangiz, siz kerak emas UFC'ga. Ramazon Temirov bilan jangingiz qo'yilgan va u bekor qilingan. Tushun qolganda Ramazon urushmagan. Hey, Dana, give me the contract. I'm ready. And then I'm that guys who give you the good show and then it's big drama on the way, guys. Assalomu alaykum, bugun sport obunachilari, bugun sportda podkast, intervyular davom etadi. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda MMA sport turi yana trendga chiqib qoldi, chunki xabaringiz bor, yaqindagina O'zbekistonda Mangu MMA nomli professional liga o'tkazildi va bu ligada o'zining yorqin chiqishi bilan muxlislarning yodida qolgan sportchimiz bugun bizning ofisimizda mehmon. Furqatbek Yoqubov aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Shunaqa bir nima deydi, tig'iz paytda vaqt ajratganingiz uchun tashakkur. Bir narsani aytib o'tish kerak. Hozir intervyu kechki payt 2larda yozilmoqda. Furqatbek aka bir necha soatlardan so'ng Dubay shahriga uchib ketadilar, lekin mana muxlislar uchun, kuzatuvchilar uchun, o'zbek sporti ixlosmandlari uchun vaqt ajratib shu intervyuda o'zlarini qanaqadir gaplari bo'lsa aytishga qaror qilib bugun ofisimizga tashrif buyurganlar. Aka, xush kelibsiz yana bir bor. Birinchi savolim Furqatbek aka, O'zbekistonda yangi liga ochildi va biroz tanaffusdan so'ng siz yana O'zbekistonda jang qildingiz. Umuman birinchi mazkur liga haqida, bu ligadagi debyutingiz haqida, tashkilotchilik haqida fikrlaringiz bilan tanishmoqchimiz. Liga masalasiga kelsa, liga zo'r. Buni ko'p joyda qaytardik. Даже buni bular ish jarayonida ko'rsatib qo'yishdi. Bitta menga emas, butun O'zbekistonga. Joyi kelsa butun dunyoga desa ham bo'ladi. Nimaga deganda, oddiy misol, raqibim o'zi ham Braziliyadan edi. Men O'zbekistondanman. Получается, dunyoning bu burchagidan u burchaga qaysi joyda bor odamlar ko'rgan. И plus meni auditoriyamda ko'p dubayliklar bor, amerikanliklar bor. Hammasi avtomatik ko'rgan. Sharoit baytlariga zo'r. Молодец. Birinchi turnir uchun bu nerealno zo'r. Как будто bular, men shuni his qildimki, qanaqadir ligaga keldim, yillar davomida ishlab yurgan ligaga kelgandek keldim, hammasi по плану. Keldim sразу fotosessiya, keldim sразу bu, keldim u, короче, birinchi marta o'tkazayotganga o'xshaydi. Iloji yo'q, chunki kerak bo'lsa shunaqa turnirlar bor. 20 marta, 30 marta o'tgan. No, mana punktualность har bittasi joyiga reja bilan bo'lish qiyin. Albatta, har bir joyda qiyinchilik bo'ladi, qaysi joylarda momentlar bo'ldi. No, hammasi zo'r. Eng menga yoqqan tarafi odamlarni podдержкасы. Ishoning, men O'zbekistonlikman. O'zbekistonda o'sganman. 15 yil O'zbekistonda o'sganman. Kickboksni necha yillab O'zbekistonda o'sganman. 10 yil kickboks o'sganman. Lekin to'g'ri havaskorlar o'shaldi emojining hisobiga bu darajada O'zbekiston sportni yoqtiradi deb o'ylamaganman. Atmosferani ko'rdingiz. UFC'da, men UFC Taft Ultimate Fighting'da ham o'shdim, UFC'ga kirdim, o'tdi ko'rganman, bu turnir. Atmosfera UFC'da qanaqa bo'lsa, Hamzat urushganda Chicagoda billaydik. Chista Chicago atmosfera bo'ldi, UFC atmosfera bo'ldi. Odamlar shunchun ham kirib oktagonda yurgan yo'limda ham ahamiyat bergan bo'lsanglar, o'shda turganimda men xursand edim. Даже bo'ydan oldin. Shu taraflama liga yo'lib oldi, lekin bu degani не только liga, butun xalq, butun O'zbekiston shu narsani jangchilar uchun yaratib berdi. Raqibingiz haqida va o'zingizning jangingiz haqida ham fikr bildirib o'tsangiz va qaynoqqina ma'lumot, bu sizning jangingiz birinchi o'sha liganing debyut turnirining eng yorqin jangi sifatida e'tirof etildi. Bonuslar bilan taqdirlanishga ulgurgan bo'lsangiz kerak. Bonuslarni hozir bildik, bizni bildik, hozir poyezdga kelishdi. Hali olishga uspet qilmadim, olamiz, beramiz deyishdi. Shunga ham rahmat. Raqibimga keladigan bo'lsa, raqibim kuchli. Ishonsanglar, mana Jasur aka
odamlar bor, misol o'zimni komandamdagilar bilardi, o'rtog'im, hamma bilardi. Jang qiyin bo'lishi aniq edi. Ishoning, bizni shuni sopernikni olishdan biz shunaqa harakat qildikki, men Jasur aka bilan bo'ydan oldin o'tirib gaplashganimizda birinchi marta qiziq joyi bo'ldiki, men iltimos qildimki, agar menga zo'r kuchli sopernik topib bersangiz, men urushaman. Nimaga deganda, kuchli raqib bo'lsam, men jahon reytingida tezroq tepaga chiqaman. U как раз shunaqa inson edi. Ikkita VC chempion, keyin nokauti bo'ldi 9 ta, yil nokauti nominatsiyasini olgan. Braziliyada Panfipad nomer 10 ga kirgan. Победный seriyada, yutuq seriyasida kalta yeb kelgan braziliyalik emasda. 6 yil ichida bitta yutqizgan xolos, oxirgi 6 yilda bitta yutqizgan xolos. Ito yutqizgan bolasi Nipavijon 12-0 li bolaga yutqizgan. Qanaqadir bolaga yutqizib, kuchsiz raqib bo'lmagan. Shuning uchun даже jahon reytingida men 96-edim. Mana bu yutgandan keyin 83 ga ko'tarilibman. Bu degani tepadagi bola yaxshi, menga ham plus bo'ldi. Bo'yzo'r bo'ldi. Shuning uchun biz shu bolani tanlagandik. Lekin to'g'risini aytsam, o'ylaganimizdan Allohga shukr, Alloh osonroq qilib berdi. Men o'yladim, sen qiyinroq bo'ladi dedim, lekin kecha bo'yi o'zim boshdan ko'rib chiqdim. Bitta yaxshi udalarni ham o'tkazgan ekanman. Mana shunga ham eng yaxshi bo'ylardan bo'ldim. Konkurentni bo'lgan ekan birinchi raund. Furqatbek aka, bu jangda, bu turnirda ko'plab o'zbekistonlik jangchilar g'alaba qozonishdi, muxlislarni xursand qilishdi, ammo barchamizni shokka tushirgan bir holat bo'ldi. Bu Amirxon Alixo'jayevning kutilmagan mag'lubiyati. Nima noto'g'ri qaror bo'ldiki, Amirxon Alixo'jayev mag'lubiyatga uchradi sizningcha? Hozir iminni mana siz bilan men o'tirib gapirishimiz oson, har doimgidek kletkaga kirgandan keyin boshqa dunyo bo'lib qoladi, yopilgandan keyin. Endi oddiy tushuntirgan Amirxon ham hech kim yutqizaman deb chiqmaydi. U ham yutqizaman deb chiqmagan. Bu nasib, va rizq bo'lmasa, ishoning taktika zo'r bo'lsa ham, parov taktikasi aytganingizdek xato. Bu meni tushuncham bo'yicha xatolik emas, qadrda, shu nasib shunaqa bo'lishi kerak bo'lgan ekan. Chunki hozir gapirish oson emas, aytish mumkin. U shoshilib qoldi, yo u qildi, bu qildi. No, endi urushmasa iloji uraldi ham, denardi ham. U hammasini qo'ldan kelganini qildi. Nasib, lekin bitta narsani to'g'ri tushunishlik uchun odamlar ko'pchilik o'ylaydi, mana jag чувствительный deydi-da, jag более чувствительный, но висок, mash qismi нереально sezuvchan bo'lgani uchun bu ishoninglar, bo'tga udar tushsa sportmenning oyoqlari ishlamay qoladi. Men даже braziliyalik sopernikimni razor tepib, visokka razor tepib nokaut qilganimda ko'pchilik tushunmagan ham, udar tegmadi-ku deb. Men tepib oyog'im bir oylab og'rib yurgan. Oyoq ishlamay qoladi insonni. Shuning uchun demoqchiman, Amirxon bilmagan ham bu narsani. Tем более visokni sechga qo'yib, ya'ni ozgincha yorib qo'yibdi. Bu degani tasavvur qiling, udar qanaqa og'ir kelgan. Plus udarni ko'rmagan. Udarni ko'rmaganda odamda svet o'chadi. Amirxonda svet o'chib qoldi. Shuning uchun odamlarga ham aytgan bo'lardim, hurmat qilib ishini. Keyin eng oddiy tushuntirganda, hech kim yutqizaman deb chiqmaydi, Amirxon ham yutqizaman deb chiqmagan. Har bitta inson boy ligada даже 10 dollar pul oladigan payt bo'lsa ham yutsa 20 dollar oladi. Shundoq ekan, kim yutqizgisi keladi? Shuning uchun nasib eganda. Siz g'alaba qozonganingizdan so'ng bu haqida oldinroq ham siz bilan gaplashdik. O'sha UFC Fight Pass, UFC ga tegishli sahifa siz bilan kollaboratsiya post chiqardi va men o'yladim, o'sha Dana White'ga murojaat yo'llaganingizdan so'ng UFC dagilar menimcha aloqaga chiqishgan, yaqin orada yangilik bo'lib qolishi mumkin Furqatbek akani faoliyati deb o'yladim. Umuman nima kutsak bo'ladi UFC ga o'tish jarayonlari bo'yicha? To'g'risini yoshim sal ozgincha nima deydi, aqlliroq bo'lganimdan keyin bitta narsadan o'rgandim. Ko'p gapirganimdan ko'ra, nima deydi, bitta joyda oldin o'taman qilardim, hozir ham o'tamiz, lekin gap agar qisqa qilib gapiradigan bo'lsam, harakat bor. Menejer bilan gaplashib turibmiz. Bitta ikkita
joyda o'sha McManel va Dana White bilan gaplashuvdik turnirda. Bu kimdir orqali emas, yuzma-yuz siz bilan qanaqa o'tirib gaplashgan bo'lsam, shunaqa o'tirib gaplashganmiz. Dogovor qilganmiz. Dogovorda qilgan narsamiz Allohning qudrati bilan mana o'xshadi. Imminni biza va'da bergan narsani qildik. Menejerimiz bilan gaplashdik. Hozir bo'yimni to'liq boshdan oxirigacha alohida videosini so'rashyapti. Silkasini tashlaymiz. Biroq Allohdan tavakkal qilib ko'ramiz. Aniq hozir mana shu bo'ydan o'taman, bo'ldi, men o'tishim kerak deb o'ylagan joyimda o'tmagan joylarim bo'lgan. Shuning uchun bu safar yaxshi niyat qilib, lekin ko'p gapirmay, lekin bizdan so'ralgan har bir narsani Allohning qudrati bilan bajardik. Plus bizga O'zbekiston auditoriyasi yana ham yordam berib oldi, chunki stadion full edi, polni, odam to'la, sold out stadion. Bu UFC uchun zo'rda. Plus men Instagramim 2 barobar oshib ketdi. Aktivlar. Bu degani bu ham menga plus. Ular ham UFC ham ko'radi. Niyat qilamiz, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Laqabingiz nima uchun Iron Man? Laqabim interesniy, kecha jurnalistlarga Farg'onada mamchi edi. Farg'on javob berdim. Press konferensiyada so'rashgan. Qiziq narsa bu nickname'im bu o'ylab topib yoki kimdirga havas qilib topilgan narsa emas. Bu haqiqat, imminni turmush tarzi hozirgi momentda. Даже kecha vokzaldan o'tishda ham temir ovoz chiqib qoldi. Chap yuzimda, polnusti chap tarafimda temir. Yuzim singan hisobiga orbitalniy kostyum singan. Orbitalniy kostyum bu yo'g'ini o'zi emas, ham sinib, ham bu yoqdan tushib qolgan hisobiga polnusti metal qo'ygan. Shu metal qo'ygandan keyin o'zi avtomatiki birinchi bo'yga qaytgandan keyin operatsiyadan keyin ring anonseri ism so'ragan, nickname. Biz nickname bermoqchi emas edi, yo'q edi nickname'imiz. Keyin Husan aka hazillashib, "Bo'pti, Iron Man de, haqiqatan temiring bor-ku" dedi. Shu bilan qolib ketdi. Haqiqatan bu istoriya bo'ldi. Tafda ham bu yordam berdi kirishga. Haqiqiy istoriya bo'lib qolib ketdi shu nickname. Furqatbek aka, xabaringiz bor, o'zi O'zbekiston MMA federatsiyasi ko'p bo'lmadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshiga o'tdi. Endi bu yog'iga shu O'zbekistonda bo'ladigan MMA ga oid qarorlar, turnirlar, bularning barchasini Ichki ishlar boshqarmasi nazorat qiladi va buning ilk natijasi o'laroq Mango MMA ligasi tashkil etildi. Lekin shu vaqtga qadar o'zbek MMA'sining imijini biroz obro'sini to'kkan holatlar bo'ldi. Bundan o'zingizning ham xabaringiz bor. Ijtimoiy tarmoqlarda rivojlanib ketdi. O'zbekistonda jang ber deb har xil joylardan insonlarning chiqishi va bu tabiiyki o'zbek MMA'sining imijiga salbiy ta'sir qildi. MMA'miz o'zini imijini, obro'sini yaxshilab olish uchun nima qilish kerak? Gapingiz to'g'ri, 100% qo'shilaman. Meni tushuncham bo'yicha ko'p narsa qilish shart emas, prosta shunaqa turnirlarni davom ettirish kerak. Odamlar urush kerak, jangchilar rivojlanishi kerak. Oddiy xalq o'zi ko'rdim. Mana shu turnir ishoning bizga ham foyda bo'lgani, odamlar haqiqiy jangchi bilan yomonlamaylik mayli. Sodda tushunib, pop MMA bilan haqiqiy MMA sekin-sekin farqiga boshladi. Bu degani plus. Shuning uchun tushunishim bo'yicha hech bola emas, hech bola qilish shart emas. Prosta o'sha organizatorlar ko'proq turnir qilib bersin. Mana Milliy xavfsizlik xizmatiga rahmat. Kecha biz ko'rdik o'zimiz bilan 3 kun oldin turnirda qanaqa tartib intizom borligini ko'rdik. Mana shu narsa davom etsa, думаю, даже masxarabozligini qila olmaydi o'zi. Chunki agar rostdan mana shu kecha shunaqa o'sha oxirgi turnirda shunaqa disiplina bo'ldi, UFC'da ham unchalik bo'lmaydi. Ishoning, UFC'dan shunchalik охранникlar, security turmaydi. Bu yerda молодец, xodimlar hammasi zo'r qilib, hamma yoq joyida, hammani hurmat qilgan holatda ishlashdi. Bo'ldi, tushunishim bo'yicha bundan ortiq hech bo'la kerak emas. Eng muhimi shu boshda aytganimizdek, xalq ham sekin-sekin tushib ajratishni boshlasa, shtop bu boyet, rosti kasim jangchi, shuni ko'proq hurmat qilaylik, chem bu masxarabozdan desa, bo'ldi. O'sha o'sib ketadi, xudo xohlasa. Pop MMA dedingiz.
pop MMA o'zi dunyoda yashamoqda. Bu yo'nalishni ham muxlislari bor o'zi dunyoda. Ammo buni O'zbekistonda rivojlantirish o'zi qay darajada to'g'ri? To'g'risini aytsam, bu qo'pol gapirganda bu eski narsa. Butun dunyoda уже bu qolib ketdi bu. Qolib ketdi. Bitta Rossiyada qoldi xolos. Ito Rossiyada ham ham bildingizmi? Yo'q bo'ldi hozir. Rossiyada qilolmaganlar Tailandda bitta shou tiri, u ham bir-birini urib, men borgan UFC shoui ham boshida shunaqa bo'lgan. No lekin shou hozir ko'rsangiz, eng gрамотный shou hisoblanadi. Eng respekt, hurmatga sazovor shou, chunki hech 16 ta jangchi bitta uyda yashaydi. Bir-biri bilan hech kim urushmaydi. Hamma bir-biriga yordam beradi. Lekin kletka yopilgandan keyin raqibmiz. Bu ishimiz-da bu. Odamlar ish bilan misol o'zini lichniy anaqasini shaxsiy adovatini billa qilmash kerak-da. Bu seni ishing. Urushib, hamma bilan urushib, siz aytganingizdek pop MMA bu menimcha naborot bizga minus olib kelishi, bizni eski orqaga qaytish hisobida bo'ladi. Oldiga yo'l naborot, mana boshqa sportlar, boksga, taekvondo, qanaqa sportlarimizga o'xshab naborot oldiga yurish kerak. Bu qolib ketgan narsa bo'lgani uchun ham tez rivojlanib ketdi, bilasizmi nimaga? Oson-da bu. Oson, hamma yo'lni bosib o'tib bo'lgan. Poyezd yo'li bor. Aytgandek, hamma shuni poyezdga shuni sakrashdi, hay poyezdga ketdi bolalar. Bu oson. Bu odam xalqqa ham shu kutib yoqdi. Nimaga? Oddiy, kulgili gap bor. Bo'ldi. Xalqimiz ham yoqtiradi gaplashishni. Tema qilib qolishdi. Men maslahat berardim odamlarga, o'zi yig'ishtirish kerak bu narsani. Yaxshilik olib kelmaydi. Eng yomon bilasizmi, bugun nima kulgili narsa bo'ldi. Hozir Ulug'bek aka qo'yadi menimcha ertaga Bogdan Muskov bilan. Ko'rdim videosini. Ko'rdingizku? Oddiy misol yosh bola kelyapti. 10 yoshimda shu bola. Mana Qashqadaryoda keldi. Ko'rdingiz, biz 100 tadan ko'p odam bor edi, to'g'rimi? 100 tadan ko'p odam bilan intervyu qildik, rasmga tushdik. 10 yoshli 2-3 ta bola kelyapti-da. Misol qanada otdi? Gold qanada? Misol Gold, Saturnda otdi. Misol Goldni kichkinaligidan taniyman-da. Gold qachab urushgan bayt-da. Misol urushgan. Misol qanaqa deydi, qanaqa yo'q. Endi men uchun Gold ko'rganman kichkinaligimda, respublikada urushgan. Misol urushib qanaqadir konkurensiya qilgan bayt. Lekin boshqalar endi demoqchi bo'lganim, bolalarni ko'rasiz-ku, Saturn qani, Saturn nimaga kelmadi? Bogdan rostdan tanimas ekan. Aldamadi. Tanimayman debdi. Imey video qarang, yosh bolalarning miyasiga singib ketgan sportchi bo'lgandan keyin tasavvur qiling kattalarni. Bu degani bu bola 10 yoshli bola hozir Saturnga havas qilgandan keyin tasavvur qilasizmi? 20 yosh bo'lgan nima bo'ladi? Saturn 05 bo'ladi-da o'sha. Shu bo'ladi. Shuning uchun odamlarga maslahat bergan bo'lardim sekin. Bu degani lichni, ya'ni noto'g'ri tushunmaylar odamlar. Kimdir mana shu insonni yomon ko'rar ekan bu. Yo'q. Yomon omadini bersin. Iloyim hamma topsin, hamma pul topsin. Tirikchilik qilsin, oilasini boqsin. Молодец. Bu ham ishoning, agar bunga ham Alloh bermasa shunaqa mashhur ham bo'lmas edi. Alloh bermasa befoyda. Boshqa ahmoqlar yo'q deysizmi? Undan keyin millionta bo'lib ketdi-ku, ahmoq. Lekin bunga beryapti-ku Alloh, to'g'rimi? Молодец, omadini bersin. Просто ularga maslahat bergan bo'lardim, sal bo'lsa ham rivojlanishga harakat qilib, o'qib, kitoblarni o'qib, izlanib, misol ota-onasi, ustozlarning aytganini qilib, bolalarning aytganini qilib, yonida yaxshi odam bilan yursa, yonida yurgan odam, ishoning yonida ikkita yaxshi odam bo'lsa, boshiga bitta tang olsa, anaqa yomon ma'noda emas, boshiga bitta olsa, bu mumkin emas desa, 5 marta yo'q deydi, 6-da mayli, rostdan ham to'g'ri ekan deb shu ish qilmaydi. Shuning uchun yonida yaxshi odam yig'sa, menimcha yaxshi bo'ladi. Odatda hozir yuqorida nomlari keltirilgan jangchilar, umuman media jangchilar deylik, ilhomlanadigan yagona shaxsi Conor Makgregor ularni. Chunki Conor Makgregor o'zi UFC qilgan, shoular qilgan va Jasur aka yaqin intervyuda aytdi-ku, shousiga yarasha ko'rsatib qo'ygan natijasini. Lekin bizda bunaqa bo'lmayapti, shou bo'lyapti har qatdan, lekin natijasi gapisini tushunishingiz uchun Conor Makgregorda hozirgacha eslayman. Endi Alloh bilan nechinchi yil. Xullas UFC ham emas, hali 5 ta ham bo'yi yo'q, menimcha hamma ko'rgan. Ringdan kallasini chiqarib turib, gapirib turibdi.
ey deyapti misol palonchi deydi. Vaqt o'tadi, qancha Alloh biladi, u 4 yil deganmi, 2 yil degan. Mana shuncha yil o'tadi. Men UFC'da bo'laman, men superstar bo'laman. Zvezda bo'laman degan. Shuncha yil o'tdi, UFC'ga kiryapti, UFC chempion bo'ldimi? Hype qot. Aldoga gapiryapti. Bitta to'xtataman. Bitta chiqadi, bitta to'xtatdi, shuni nokaut qildi. Pariyani nokaut qilaman deb shu nokaut qildi. Hammani gapirgan gapini ustidan chiqdi. Buni почему bu net? Bu kimga yoqmaydi? Ham urushsa, ham gapirsa, ham pul olib kelsa. Boksga chiqib, bitta boksda 100 necha million dollar pul oldi. Ha, hazillashyapsizmi? 100 necha million dollar. Eshitilishi, gapirishimiz oson. Bitta bo'yiga tasavvur qiling, hali nechta sponsorskiy bo'lgan, u butun tur qilgan, butun dunyo bo'yicha tur qilgan baychilar. Har bitta turda 100 ming dollardan olsin deylik, 100 mingdan ko'p olgani, prosta 100 ming dollardan har bitta turda olsa 50 ta mamlakatga borgan. Tasavvur qiling, shuncha pul topgan. Ha, bular xayolida shunaqa bo'laman deydi. No, u itdek mehnatdan qilganda unaqa bo'lish uchun. Prosta o'ziga uvering bo'lgani uchun shu gapni gapirish boshladi. Men bitta joyda ham, men oxirgi face to face'imda ochkida chiqdim. Har bitta face to face'da ochkida yoki nimadir chiqaman. Buni oldin ko'rgan, o'zi tanishlarim biladi. Men meta ochki taqib oldim, spesial taqib oldim, shu uni yuzini so'simga qo'ydim. Yuzini ko'rib, odamlarga ko'rsatmoqchi edim, shu atmosferani ichidan his qilinglar, men nimani ko'raman deb. İlk boydan keyin, tarozdan keyin kommentariyalarga qilsam, ha bu ham Saturn yoki Gold dotda bo'lmasa Gold ham yomon bo'la emas yoki u ham yomon no etotdi. Ha bu ham yutqizib qo'yatganda, tam bu ham hype bu men hype qilish uchun emas, o'zimga yoqqan uchun, o'zimga ishonganim uchun. Men buni har doim qilaman. Kecha qilmadim. Bugun yaratib olganim yo'q. 19 yildan beri nimadir qilaman. Biz shu sahnada o'zimizni ko'rsatmasa, stage bizga berdimi joy, gapirishimni ham shu yerda gapiraman. Kiyimim ham, texnikam ham, hamma narsani o'shda ko'tarishim kerak, ko'rsatishim kerak. Ha, bo'lmasa qayerda ko'rsataman? Bularga o'xshab chiqib olib Instagramda ko'rsatganimning foydasi bor. Shuning uchun bo'yga chiqdim, bo'yda hamma narsamni ko'rsatdim. Shuning uchun ham noto'g'ri tushunishmasin-da. Ana odam o'ziga ishonish bilan masxarabozlik bu boshqa dunyo. O'zi asosan jangdan keyin sportchiga mikrofon berilgandan keyin shunaqa kulguli holatlar, memlar tarqalib ketdi-da o'zi o'zbek MMA'sida. Ammo siz kecha so'zga chiqdingiz, chiroyli gapirdingiz, qizingizni tug'ilgan kuni bilan tabrikladingiz, ingliz tilida Dana White'ga murojaat yo'lladingiz. Hammasi chiroyli chiqdi, Instagramda postlar qilindi. O'zimiz ham bir ilhomlandik. Til bilishingizni ko'rib juda ham bir g'ururlandik. O'zi aytmoqchi bo'lganim, sportchi jangdan so'ng g'alaba qozondi, mikrofonni olib gapirishni siz misol uchun alohida mashq qilasizmi yoki kitob o'qiganmisiz? Shu haqida so'zlab bering. Bunday bir madaniyatmi, nimadir bor-ku, to'g'rimi? Mikrofon olib gapirishda ham. Kitob mikrofonga keladigan bo'lsa, madaniyat bo'lish kerak. Kitob o'qish har bitta inson majbur. Nimaga deganda, slovalniy zapas miya yaxshi ishlamasa, miyada zapas bo'lmasa, so'zlarda zaxira bo'lmasa, avtomatik gapirganda gap yetmay qoladi. Miya ishlamay qoladi. Chunki bir-biriga bog'liq. Shuning uchun avtomatik babi kerak. Bekorga ana reperlar ham ko'rgan bo'lsangiz, slovalniy zapasi yomon ko'p bo'ladi. Chunki so'z boyligi nimaga ko'p bo'ladi? Чтобы любой vaqtda gap qaytarish uchun-da. Shuning uchun ham rep. Sportda ham xuddi shu. Keyin bitta narsa borki, men bu narsani gapirganimdan maqsad чтобы okean oltida Amerikada siz eng kuchli jangchi bo'ling. Siz sportchilarning qotili bo'ling deylik. Yaxshi gapirishni bilmasangiz, siz kerak emas UFC'ga. Ishoning shu gapimni. Kerak emassiz-da, to'g'ri gapingiz mumkin. Bor-ku gapirmaydiganlar. Bor, shuning uchun ham tanimaysiz-da, lekin tanimaysiz shularni misol nayuz. Faqat gapirganlardan to'g'ri, misol bir xilgilar bor, kuchayib ketdi, misol kuchli chiqdi, misol deylik hozir mana islomlar, kulturniy Habib, ular ham yomon ko'p gapiradi. Faqat ular
kimdir xafa qilmasdan gapiradi-da. O'zini kuchini, o'zini kulturasini gapiradi. Shuning uchun menimcha bular kallani ishlatib ozgincha gapirish ham kerak. Hamma sportsmenlarga maslahat bergan bo'lardim. Ozgincha izlaninglar, kitob o'qib, qanaqadir seriozniy kitob o'qishinglar shart emas. Badiiy yoki qanaqadir hatto o'zingizga kerakli. Misol, sportivniy jama bo'lmasa kitob bo'lmasa ham ChatGPT chiqdi. ChatGPT bilan gaplashib o'qinglar. Nima qilsam nima bo'ladi, buni qilsam nima bo'ladi, uni qilsam nima bo'ladi, buni gapirsam nima bo'ladi, hammasini osonroq qilib beradi. Bu ham plus. Shu auditoriya bilan muloqot. Albatta, misol Amerikaga borganingizdan keyin gapirishni bilmasangiz, ishoning, siz mana bunaqa yelkalaringizni chiqazib olib turganingizmi, foydasi bor, quloqlaringizni sindirib olib, ularga qiziq emas. Ko'rgansiz-ku Amerikada любой shou, Amerika, не только sport, Amerikada любой shou ko'ring, hamma yoqda asobani grafikadan ko'ra gap, oddiy hayotiy hamma yoqda qarang. Men ko'rgansiz, o'zingiz sohangizda ham jurnalistlarni qarang, o'tirib olib, oddiy gaplashib, kulib, nimadir, qanaqadir yozib olingan narsalar emas, hayotiy. Hamma hayot shuni bo'ladi, oddiy narsalar. Shuning uchun avtomatik oddiy narsani qilish uchun hajab nimadir bilish kerak-da, shtob tutilib qolmaslik uchun. Bu uchun kitob o'qish kerak. Maktabda yaxshi o'qish kerak, samagaringiz. Maktabda yaxshi o'qigansiz? Zo'r o'qimaganman, lekin boshlang'ichda maktab yarmigacha deylik, zo'r o'qiganman. Rahmatli onam kasal bo'lishlaridan oldin hamma qatori deylik, hamma qatori, yosh bolalar qatori o'qilgan, kontrol bo'lgan ota-onadan. Lekin yosh katta bo'lgandan keyin endi hamma qatori sport yaxshi zo'r o'qilmagan, lekin har bitta darsda o'tirilgan, o'qituvchilarni misol hamma qatori sho'x bo'lgandirmiz-u, lekin qanaqadir hislatim o'qituvchilarga xizmat qilganim uchun, bir xil darsga yaxshi qatnashganim uchun o'qituvchilar rahmat, misol birortasi yomon baho qo'yib bermagan. Yomon bahoim bo'lmagan, xaltam. Plus sportda bo'lganim uchun kelardim, xizmat qilib o'tirardim. Hatto eng aqlli bo'lmasa ham o'tirardim. Har bitta darsda o'tirib, har bittasini eshitib, qo'limdan kelganicha qilib, misol rus tilini ham qatdan o'rganib olaman. O'zbek maktabda o'qiganman, o'zbek sinfda o'qiganman. Misol rus tilida hozir o'zbek tilida qanaqa gaplashsam, shunaqa gaplashaman. Shu maktabni yordamida nimadir foydasi teganki, yodladik. Shu oxirgi jangingizdan so'ng gapirdingiz, Jasur aka haqida gapirdingiz, Jasko Kovach haqida, shu faoliyatingizning bosh haqida, undagi qiyinchiliklar haqida. Endi mikrofonda uzoq vaqt gapirishga uncha ruxsat berishmaydi, lekin meni o'ylashimcha Jasur aka bilan bog'liq aytilinmagan gaplar o'zi ko'p sizda. Mayli, biroz shu haqida ham gaplashsak, Jasur aka haqida, Jasko Kovach bilan faoliyatingizni start haqida. To'g'risini aytsam, men ahamiyat bergan bo'lsangiz shuncha, agar ko'p joyda intervyu bermaganman, lekin bitta-ikki joyda eshitgansizlar. Asobi qiyinchilik haqida gapirishni yoqtirmayman, chunki nimaga deganda, odamlarga o'zingizni bechora ko'rsatib, rahmini keltirish oson-da. O'z ishingizda bilasiz, komediya kino olish ham qiyin-ku, bilasizmi? Drama olish osonroq. Odam ko'ngliga o'tadi. Dramatichni qilish osonroq, lekin men harakat qilaman. Shu pozitivniyroq bo'lib, odamlarga pozitivniy bo'lib, lekin haqiqatlar bor, haqiqatlarni baribir gapirsa bo'ladi. Chuqur bormayman-u, boshlangan narsa Jasur aka eslayman. Oddiy sodda tushuntirganda podollar tilini fiqib berardik. Qishda sovuq bo'lardi. Misol Jasur akada shu matizlar bo'lardi, olib berardilar, taksilar ham qilardilar. Bizga ham yordam berardilar. Biz ham yosh bola bo'lganmiz. Endi yosh bola bo'lib, yosh bola ham emas-u, topadigan yoshda bo'lmaganmiz-da. Shunaqa tushuntirsa to'g'ri bo'ladi. Jasur aka ancha qiyinchiliklardan o'tgan, ishoningman, ko'rganman, qancha musobaqalarga borardik. Men Jasur akaga o'tganimda Palnatsenniy Jasur aka nomidan chiqardim-da. O'zim bo'lmasa Namanganlik bo'laman-ku yoshligimda. Plus boshqa trenerdaman, hozir trener rahmatli o'tib ham ketdi. Имею в виду полноценный shu trener nomidan chiqqanim uchun, bu trener Jasur aka uncha hali ko'pchilik tanimas edi ham. Respublikaga borsa ham hurmat qilmasdan, lekin biz yutardik, haldan chiqardik, birinchi nomer. Odamlar sekin-sekin ko'rishni boshladi, Jasur aka odamlar bilan tanishdi. Jasur aka birinchi chet elga chiqqanida eslayman, birga chiqqanmiz musobaqaga. Meni prof bo'yimga chiqilgan, men odamlar bilan tanishtirdim. Analog'i manmasu
Shu sabab bo'libdi. Sizni foningizda bo'lyapti Ha, hammasi. analog, men ularning fonida, ular meni fonimda bir-birimizdagi yordam berib chiqdik. Shu bilan chiqishni boshladilar, chet elga chiqishni boshladilar. Jasur akani eng aytadigan narsam, O'zbekistonda zo'r trenerlar ko'p-da. Ko'p, молодец. Lekin men ko'p trenerlarning zo'rini основной olimpiskiy sportlarda ko'raman ko'proq. Chunki raqobat kuchli, misol bolasiga yaxshi qaramasan, plus chet elga ko'p chiqqan, ko'rganda. Sal soddaroq tushuntirgan viloyatdagi trenerlar o'zimiz misol deylik, o'zimiz Toshkentda ham kerak bo'lsa, viloyatlarda chet elga ko'p chiqmagan yoki internet yaxshi tushunmaydiganlar rivojlanishni uncha xohlamaydi. O'zingiz bilasiz-ku, yosh katta trenerlar o'zimniki to'g'ri deydi. Jasurdagi shunaqa inson ediki, yoshligimdan eslayman, buni Bagdan bilan gaplashib o'tirdik. Shunaqa inson bo'ldiki, rivojlanib ketgan, men aytdim-ku mikrofonda. Jasurdagi ko'rsatib qo'ydi, trener bo'lib turib, nimadirga erishsa O'zbekistonda bilasiz trenerlar qanaqa pul topadi. Endi Jasur ekan sharoitini qarang. Yaxshi, молодец, Alloh ilom bundan ham yaxshi qilsin. Shu vaqtda yosh bola bo'lsa ham yomon rivojlanardi-da. Ko'rardi bo'yi. Men ko'rardim. O'rtog'im mana shu Muxtor u vaqtda bizni chet eldan, o'sha chet ellik dietologlarning narsasini o'qib yurardik-da, podgotovkasini. Uni bizni O'zbekistondagi trenerlargacha O'zbekistondagi trener so'kardi biz. Bor qo'ysang-chi, ahmoqmisan, shunaqa so'kishar. Jasur akaga nabot bizni tashildik. Jasur aka bitta ko'rardi. Furi da. Ertasi kuni kelardi, avtobotga qilardi. Yoki keyin o'zi podpiska tashladi-da, ular o'zi ko'rardi. Keyin kelib turib bola izlanardi-da. Yangi narsani olardi. Meniki to'g'ri deb tura olmasdi. Ham o'zinikini qilardi, ham yangilikni o'rganardi. Mana qanaqa chempionlarni hozir chiqardi, qancha mashhur bo'lib ketdi. Intildi-da, ko'rsatdi. Orada qancha qiyinchilik bo'lganlarini aytmayman, lekin ishoning, kinoni hamma janrdan o'tdi. Komediyasidan, dramasidan, boyevikidan ham o'tdi, ishoning. Boyevikini yomonidan o'tdi. Men chunki odamlar vafot etgan joylari bo'lgan, narsani aytmayman, hammasini aytmayman, ancha qiyinchilikdan o'tdi Jasur aka. Mana qarang, taoning hozir shuna ko'zingizni yumib ham MMA trener desa, baribir qaysi joyda Jasur aka keladi-ku, xayolingizga to'g'rimi? Bu degani nimadir to'g'ri qilgan, mana berdi oldi. Tushunarli. Bu savol hozir berayotgan savolim oldin ham berilgan bo'lishi mumkin. Hayotingizning turli qiyinchiliklari davrida sportdan ketish fikri bo'lgan. To'g'risini aytsam, bo'lmagan desam yolg'on bo'ladi. Lekin chuqur prям всё, tam tugadi. Menga emas ekan degan narsa o'tmagan. Da. Lekin основной sportdan ketishdan maqsad pul yo'qchiligidan bo'lgan. Misol kimdirdan kalta yeb turib yoki meni qo'limdan kimiz ekan degan joyda bo'lmagan, Xudoga shukr. Kulgili joylari ham bo'lgan, misol shtob. Bo'ldi, tugataman deb men aytganimda, menga ishonmagan odamlar, oyim, onam rahmatli vafot etishlaridan oldin уже tugatishimiz kerak edi. Всё, assalomu alaykum, tugadi. Vafot etishlaridan bir kun oldin aytdilar, что всё, bo'ldi Furi. Odam Furi dedilar, Furi bo'ldi. Tugatma, urishasan, chempion bo'lasan. Qanaqa nimadir qudrati bilan UFC'da ham shuni gapirdim. Xitoyda urishasan dedilar. Xitoy o'qitdimi? Xitoy qanaqa musobaqa bor, Xudo Alloh biladi qanaqa. Shu kuni vafot etdilar, vaqt o'tdi, tam to'sha, birinchi, ikkinchi. Uje keyin men o'zim chalg'itish uchun urush yurdim Libitilda O'zbekistonda. Alloh qudrati bilan bir yildan keyin Xitoyda urishdim. Qanaqa borib qoldim to'g'ri, endi bu yoqqa borib. Borib qoldim. Rovna bir yildan keyin Xitoyda urishdim. Xitoyda bo'yim yutdim. Legend degan turnir bor, Saadi Saniya bilan bitta turnirda urishdik. Yutdim bo'yi. Shundan keyin, bo'ldi, значит, normallik. Yana urishdim 2018-yil keyin yana bitta ikkita voqealar bo'ldi, уже bo'ldi, tugatar ekanmiz dedi. Men unda уже adam bilan. Всё, уже 2018-yil adam bilan oxirgi respublikada ruxsat so'radim. Oxirgi respublikada O'zbekiston chempionatida Namanganda bo'ldi. Как раз O'zbekiston chempionati plus O'zbekiston ochiq chempionati bo'ldi-da, shtobi tipa boshqa davlatlardan ham kelish mumkin. Finalda menda qozog'istonlik chempion mira bor edi. Namanganda shu 2018-yil bo'ldi, adamga va'da berdim, to'yimdan oldin, bir oy oldin. Ravon. Bo'ldi, bo'y tugadi, mana shuni tugatamiz, ketdi.
Yolg'on qudrat bilan bo'y yutdim. Turnirda hamma bolani nokaut qildim, dasturchini yutdim. Adam o'tirdi shu turnirda. Ha, tomosha qildi o'zi. Ha, o'ltalari bilan keldi. Paxod yoqdimi? Agar mayli, urishul mayli. Dedi, endi men bo'ldi, значит, urishul dedi. Ketdik, keyin shundan keyin yo yaxshi sportni olib ketdik. Undan keyin biror marta sportni to'xtataman degan joy bo'lmagan. Qiyinchilikda naborat o'zimga o'zim aytaman har doim. Hozir tashlasam yengil bo'lib qolmaydi. Nima uchun? 19 yil shunga ketdi. Har doim birinchi savol beraman. Har doim ta'm olganimda yoki charchaganimda uyga ketishda o'zimga o'zim savol beraman. Furi meva teradigan vaqt keldi. Hozir mevani termasang dedim. Shu orqadagi 19 yillik bagaj shunday yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun sabr qil deyman. Mana Allohga shukur, sekin-sekin shu kunga kelyapti. Hali bu boshlanishi. Davom bor. Faoliyatingiz davomida ko'plab janglarda qatnashgansiz. Siz uchun faoliyatingizdagi eng qiyin jang va eng esda qolarli g'alaba. Agar qarang, eng qiyin jang keladigan bo'lsa, agar bitta jangni ajratib gapirsam, menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Hamma jang o'ziga xos O'zi jang, o'zi sohangiz, o'zi qiyin soha. Hamma jangi o'zini qiyinchiligi bor. Даже eslolmayman ham qaysi jang qanaqa qiyin bo'lgan. Shu vaqtda savol bo'lsa mana shu klitkadan chiqib bersangiz har doim aytaman, mana shunisi deydi. Chunki shu vaqtda charchagan bo'ladi, shu vaqtda emotsiya bo'ladi. Lekin sovuq kallaga o'ylab hamma joyda bo'lsa miyada hammasi qiyin, o'ziga yarasha. Bir xilgisida bo'y qiyin bo'ladi, bir xilgisida tayyorgarlik qiyin bo'ladi. Hammasi har xil holat. Lekin esda qolarli bo'y, lekin bemalol ayta olaman, mana shu bo'y. Hozir dadangiz tomosha qilgan jangni aytasiz. Da, nimaga deganda bu o'rtog'imga hozir gapirib berdim. Endi bu boshlanishi, lekin men bilaman, ishonaman bu narsaga. Bu manmanslash deb o'ylamanglar. Allohga ishonganim, yaxshi niyat qilganim uchun. Niyat qilmasam nima qilaman sportda-da? Bilaman shu bu boshlanishi. Hozirgi momentda pika, hozirgi momentda, mana hozirgi soat minutda 2 minutdan yana yaxshi bo'ladi. Men shuni har doim niyat qilaman. O'rtog'im bilan gaplashib o'tirib, auditoriyalarning o'zgarishi, odamlar hurmat qilishi, rasmga tushishi, mana ko'rdingiz. Odamlar rasmga tushyapti, odamlar kelib turib rahmat deyapti. Ishoning maza qilaman. Men chestni, 19 yil ishlagan joyda, misol finansda emas, hech kim pul bergani yo'q. Lekin mazada odamlar kelib turib rahmat deydi, rasmga tushyapti. Bu uchun men siz ham intervyuga chaqirganingizni aytdim-ku, keyin ikkinchi intervyu bor, отказ qilaymi? Yo'q, men shuning uchun mehnat qildim-ku dedim. Hozir mumkin-da rejimim biz uchun, nima yaqinda urishdim. Bir hafta ozgincha raslab chiqsam bo'ladi, bo'shashsam. Keyin bir haftadan keyin rejimga o'taman. Shuning uchun bemalol ayta olaman, eng esda qolarli hozirgi paytda shu. Kelajakda niyat qilaman, kelajakda ham bundan ham yaxshiroq bo'ladi. Tushunarli. Bitta narsaga e'tibor berdim. 2017-yilda o'sha Topologiyada ko'rdim, adashmasam, Ramazon Temirov bilan jangingiz qo'yilgan va u bekor qilingan. Nima uchun bekor qilingan? Qaysi ligada qo'yilgan bu jang? Ligada Jassakam ligasi bo'lgan shu ham. Birinchi Jassakam, shundan birinchi Jassaka turnir qilgan MMA'da. Bu MPL bo'lmagan-a? Yo'q, MPL bo'lmagan. Unda Legion team bo'lgan. Legion Fighting Championship bo'lgan. Bobur Qurbonov co-main event bo'lgan, men main event bo'lganman. Men main event bo'lib turib, bizga Amerikadan poyezd jo'natgan Jassakam trenerlari bor, Akmal Zakirov degan. Ular poyezd jo'natishgan, 3 kishi poyezd qilishganmiz. Men, Bobur, Dadaxon Hasanov, men adashmasam 3 kishi poyezd qilishgan. Shunda ham lekin O'zbekistonda eng top baytlar olishgan. Ramazon bilan main event urishimiz kerak bo'lgan. Press konferensiya hamma narsadan o'tgan. Endi press konferensiya emas, buni hozirgidek emas, takoy. O'ziga yarasha bo'lgan o'sha davr uchun. Syomkalardan o'tganmiz, Amazon bilan face to face hammasi bo'lgan shu vaqtda. Alloh qudrati bilan endi Xudo biladi nima bo'lgan. 3 kun qolganda Ramazon urushmagan. Travma bo'lgan bo'lsa kerak, u vaqtda endi asobani hozirgiga o'xshab hamma narsalarni bilib, hamma narsani urushmagan-da. Bo'ldi deb shu 3 kun qolganda Ramazon turnirlar yechilgan. Kechasi keyin menga Samarqandlik Sunnat degan Muay Thai bo'yicha 4 karra jahon chempioni shuni berishgan, shu bilan olishganman. Nima bo'lgan jang?
Yutganman, nokaut qilganman. 3-raundda nokaut qilganman. Shunday. Aka e'tibor berdim, futbolga ham qiziqar ekansiz. Men o'zim ham futbolga juda qiziqaman. O'zi bugun sportda ham boks, MMA yo'nalishini asosan Farruh akam yaxshi taniysiz, olib boradilar. Men lekin ko'pchilik MMAchilardan futbol haqida so'rashni yaxshi ko'raman nima uchundir. Hozir agar qarshi bo'lmasangiz, o'zbek MMA ustalaridan iborat ramziy terma jamoa tuzamiz. Darvozabondan boshlab o'sha har bitta pozitsiya va albatta oxirida murabbiyni ham tanlaymiz. Demak, tarkibga ko'ra hozir birinchi o'rinda birorta o'zbek MMAchisini darvozabon pozitsiyasiga qo'yishingiz kerak. Darvozabon bo'yisin isazrivnoy bo'lishi kerak, unisi aniq. Timing bo'lishi kerak. Unisi aniq. Konsentratsiya kuchli bo'lishi kerak. Chunki bu degani tiyaj bo'lmaydi. 80 kilo, 84 kilolik bolalar, bo'yizin bolalar. Timing. Nursultonda timing zo'r. Nursulton bo'yizin, Nursultonni IQ'si ham, timingi ham zo'r. Nursulton haqiqatdan tez vesi uchun Nursulton tez. Nursulton qo'ygan bo'ladi. 4-3-3 sxemada tuzamiz agar qarshi bo'lmasangiz. Chistida Ispaniyada o'sha. O'zingiz simpatiyangiz borligi uchun. Demak, 4 ta himoyachi tanlashimiz kerak. 4 ta himoyachi avtomatik gabariti bo'lishi kerak. Конечно, Mahmud Murodov qo'yamiz dashtaga. Bogdan Guskov qo'yamiz dashtaga. Keyin Badam dashtada. Yana 2 ta himoyachi tanlashimiz kerak. Mirko, Mirazalni qo'yamiz. U ham baquvvat. Chunki dashtada ham zrivnoy bola kerak. Mirazalni qo'yamiz. Keyin Zashtaga Ilhom Zrivnoy, uni pol hujum qo'ysa yaxshi. Kim bor gabariti bor bizda yana. O kurash yaxshi bo'ladi. Doston Bozorov qo'yamiz. Yaxshi kurashadi. Yesi chusuyta bo'lib ketib qolsa, Doston Bozorov qo'yamiz. 3 ta yarim himoyachi. Yarim himoyachida Думаю, именно eng qiyin ish mashlaniki. Yarim himoya ikkita tarafda. Ya'ni o'yinni bog'lab berish, chaqqonlik bo'lishi Da, kerak. именно tez u yoqda ham bu yoqda ham o'ynaydigan. Давайте Ilhomni qo'yamiz. Bo'yi ham Ilhom Nazimov, Ryzen chempioni. Da, Ilhomni qo'yamiz. Keyin Ramazonni qo'yamiz. Ramazon Temirov. Da. Keyin Думаю, pozashni men o'zim yaxshi o'ynayman menimcha. Chunki yaxshi yuguraman, charchayman. Yaxshi tudasida yuguraman. O'zimni qo'yaman, как раз. Hujumga 3 ta hujumchi tanlashimiz kerak. Hujumga babi. Nuqta qo'yadigan endi qanaqa sifat? Hujumga Zarba bilan qulatadigan bittada. Yo, mana qilaylik. Pozashdaga Xotamni qo'yamiz. Ilhom o'rniga hujumga Ilhomni qo'yamiz. Как раз bo'yamizning kallada gol bo'ladi. Yana 2 ta hujumchimiz qoldi. Xotam Boynazarov Zashtada, Xotam bilan birlamiz Pozashtada. Hujumda keyin timing nakautor. Shtop tez IQ kalla ishlab qiladigan pozitsiyadan ismi hozir aytaman. O'zbek jangchi. Zo'r lekin bitta jangchini kiritmadik. Endi bu Bobur Qurbonov qaysi pozitsiyasiga men to'g'ri kelishini o'ylab kelmadi, to'g'risi. Bitta imенно timing uchun aytaman. Imенно IQsiga молодец. Asadbek Saidov u vash hujum pozitsiyasi. Chunki nimaga deganda zo'r o'ylar ekan. Keyin ham bitta hujumchimiz Давайте futbol qanaqa o'ynashini bilganu, iloji yo'q u bolasiz, u bola topda hozir. Undan tashqari yana avaz ham qolib ketibdi-yu, endi avaz xafa bo'lmaydi, futbolni yaxshi bilmasa ham kerak. Bilmadim, aniq qo'shamiz, Sanjarni qo'shamiz, baribir endi. Sanjar Zokirov, Da, Zokirov qo'shamiz, baribir top bayt. Еще Anvarni как раз zaxira o'yinchilar kerak-ku, zaxira o'yinchi Anvarni qo'yamiz. Da. Va Murabbiy bitta xolasa? Murabbiy aniqdi o'zi, menimcha. Da. Yo, mana qilik. Yordamchi murabbiy ham qilamiz, xohlasangiz. Yo, yordamchi murabbiy desam, narigi murabbiyga hurmatsizlik bo'ladi. Murabbiylar qilamiz. Murabbiylar shtabi. Da, murabbiy chunki futbolda ham o'zi bilasiz, bitta trener bo'lmaydi. Tim bo'lib MMA komandasi bo'lsa, MMA ishchilar bilan точно bitta trener kamlik qiladi. Hammaning o'zining xarakteri bor.
Shuning uchun Jastakani qo'yamiz. Bosh murabbiy sifatida. Yo'q, Ha, murabbiy murabbiy sifatida. deb qo'yaman. Keyin Husan Majlimov qo'yamiz murabbiy sifatida. Keyin Bobur Qurbonovni murabbiy sifatida qo'ygan bo'lardim. Men bugun borib ko'rdim, что Bobur Qurbonov Boshqa haqiqiy rivojlangan murabbiy bo'lgan hozir. Молодец. Men uchun Bobur Qurbonov yaxshi boyet, no hozir men uchun Chem boyet yaxshi murabbiy. Men ko'rdim shuni. Bolalarida ko'rdim. Keyin Xo'jakov qo'ygan bo'lardim. ajoyib. Zo'r tarkib bo'ldi bu. Menimcha futbolchilarimiz bilan ham o'ynab qo'yaveradi bu tarkib. Ha. Aka, ajoyib suhbat uchun sizga rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Haqiqiy jangchi qanaqa bo'lishi kerak deganda ko'zimizning oldiga keladigan shaxslardan biriga aylanganingizni guvohi bo'ldik biz. Sizga minnatdorchilik bildiramiz. Suhbatimiz so'ngida, podkastimiz so'ngida o'z muxlislaringiz, sport muxlislari va iloji bo'lsa yosh o'sib kelayotgan sport ishqibozlariga, o'sha bolalar bor-ku, mashg'ulotlar o'tayotgan yosh sportchilarga maslahatlaringiz bo'lsa, bajonidil eshitamiz. Da, maslahatlar ko'p, to'g'risini aytsam. Lekin avvalambor rahmat hammasi uchun. Birinchi maslahatdan ko'ra, birinchi o'zimga gapiradigan bo'lsam, rahmat hammasi uchun bolalar. Ko'rdim O'zbekiston. Bu safar ishoninglar, men his qildim. Men umid qilamanki, bu oxirgisi emas. Dalsha shunaqa qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ishoninglar, sportchi uchun bundan zo'r narsa yo'q. Ertalab har doim uyg'onganimda qanaqadir misol aktivnost deylik yoki qanaqadir yengillikni o'qisam, yana ham ko'p o'tirib qilgim keladi. Qanaqadir menga yaxshi gap bo'lsa, albatta yaxshi-da, misol. Kimga yoqmaydi? Menga yoqadi. Sizlar shuning uchun rahmat. Nadeyus bundan buyog'iga ham qo'llab-quvvatlab turasizlar. Men qo'limdan kelganicha bundan ham yaxshi bo'lishga harakat qilaman. Yoshlarga keladigan bo'lsa, 2-3 ta maslahat. Birinchisi, imенно men 3 ta viloyatlarda ko'rgan narsa. Bugun Qarshida prikol kulgili joylar bo'lib qoldi shu joyda. Bitta narsa bolalar, ishoninglar, sizlarga sport uchun hozir eshitsanglar noto'g'ri xafa bo'lishinglar mumkin, lekin hech qaysi sportchi, hech qaysi insonga kimdir pul berishga majbur emas. Kimdir sizlarga yordam berishga majbur emas. Bu narsani qachonki tushunib yetsanglar, ishoninglar shunaqa o'sish bo'ladi. Menda shu xato bo'lgan. Meni hayotimda men chempion bo'ldim-ku, men O'zbekistonda birinchi o'ynamayman-ku, nima menga hech kim yordam bermayapti. Nima sponsorim yo'q. Bitta odam bo'lmaganini gapiradigan, boshimga bitta urib turib, senga yonimdagilar nabot, to'g'ri senga nima qilib bermayapti, nima prezident qilib bermayapti. Yo'q. Hech kim majbur emas, chunki u insonni boshida o'zini muammolari bor, o'zini anaqasi bor. Vaqt keladi, o'zi qanaqadir etap bo'ladi. Odamlar o'zi keladi sizlarga yordam berish uchun. To'g'ri aytishinglar mumkin, ungacha nima bo'ladi? Sabr-da, endi boshqa iloji yo'q-da. Oy 15 yo'g'ri, 15 qorong'i degan. Tunnel ham qachondir tugaydi, yorug'lik chiqadi. Shuning uchun bolalar sabr qilinglar. Sizlarga zo'r maslahat, sabr qilinglar. Kerak bo'lsa narsalarni sotinglar. Lekin kimdirdan umid qilmanglar. Mana o'rtog'im biladi. Narsalarni sotib musobaqalarga borardim. Не только там kimdirdan. Keyin qachon men o'sdim, o'zim bildim. Qachon sportsmen sifatida o'sdim, qachonki men o'zim tan oldimki, faqat senga hech kim, chunki bitta odam bir kun beradi, birov bermaydi, yana iltimos qilib yurasiz. O'zingiz ham sindirasiz. Uni oldida hurmatingiz ham to'kiladi. Men o'zimga o'zim va'da berdimki, Furi, undan ko'ra o'zimiz dava ishlaymiz, sal ko'proq mehnat qilaman, tirikchilik qilaman, trener bo'laman yoki nimadir qilaman, kerak qurilish ishlar bo'lsa ham. Lekin o'zimning pulim bo'ladi. Shu pulimni o'zimga vложение qilib, o'zimga ishlataman. Ras o'zingning sportingga ishonsang, ras bu saniki bo'lsa, o'zingga pul ishlatishing shart, majbursan. Shuni bilib olginki, senga hech kim majbur emas. Qachonki shuni o'rganib olsanglar, bolalar, ishoninglar, hayot yana ham oson bo'ladi. Keyingisi yoshlarga keladigan bo'lsa, imенно murabbiysiga. Murabbiyni aytganini qilinglar. Murabbiy sizlarga hech qachon yomon bo'lsin demaydi. Hech qachon chiqib olib o'zingizlar bo'y so'ramanglar. Hech qachon chiqib turib, menga bu kerak, menga bu kerak, menga bo'y beringlar, bu bilan o'smoqchi demanglar. Buni sizlar uchun murabbiy ham menejer qiladi.
Bilaman bizda menejerskiy kompaniya mashhur emas. No, bilamanki har bitta zalda murabbiy bor. Bu degani murabbiy sizlarni ham otanglar, ham menejeringlar, ham ustozinglar, ham diyetologinglar, hammasi shu Shu boshlang'ich etapda ustozinglar. shunaqa. Shuning uchun ustozinglar aytganini qilinglar. Bola hech qachon ustozi bolasiga yomonlik tilamaydi. Endi tangan ikkinchi tarafi murabbiylarga, murabbiylar sizlarga ming rahmat. Misol bizni ham murabbiylar katta qilishdi, trenerlar salom qilishdi, lekin bitta maslahat bergan bo'lardim. Именно MMA trenerlari ko'piga ozgincha yangicha texnika, metodlar, именно trenirovka qanaqa nagruskada emas, именно qanaqa rivojlanishni ham ozgincha o'rganinglar. Восстановление qilishi, чтобы qattiq trenirovka qildirdinglarmi bolani, nagruska berdinglarmi, o'qinglar. Qancha bola qanchada восстановление qiladi, nima ichish kerak, nima qo'yish kerak, nima ukol qilish kerak, vitaminatsiyasi qanaqa bo'ladi. Dorilarni berishdan oldin qonni tekshiringlar iltimos. Vitamini nimasida kam, vitamini nimasida ko'p, ko'pini olib tashinglar, kamini qo'shinglar. Harakat qilinglar. Professionalni ishlashga u dorilar o'tib ketdi. Boradi, mana shuni yesang kuching ko'p bo'ladi. To'g'ri, oldin ishlagan. Chunki oldin hamma shunaqa qilgan. Hozir hamma rivojlanyapti. Shuning uchun ilojimiz yo'q. Biz ham rivojlanishimiz kerak. O'zbekiston rivojlansa, men xursand bo'laman. Chunki men ham o'zbekman, men ham faxrlanaman. Bu bola, men palonchi bola O'zbekistondan chiqib turib, dunyoda mana shu narsani yutdi desa, men xursand bo'laman. Buni kim qiladi? Murabbiy qiladi. Murabbiy agar noto'g'ri qilsa, bola eng zo'r bola bo'lsa, bo'ygacha yetib olmaydi, bo'ydan oldin charchab bo'ladi. Shuning uchun shuni maslahat bergan bo'lardim. Aka, rahmat ajoyib suhbat uchun. Sizni xudo xohlasa keyingi podkastimizda UFC jangchi sifatida tanishtirish bizga ham nasib qilsin. Hey guys, I want to say one thing again. Every time I talk about this, even the 3 days before, in the fighting day where you talk about this, I know every time when I talk, someone is say, okay, why every day same. But till then it's not open the door to UFC, and then he not say, welcome to UFC. I'm every single day, I say, hey, Dana, give me that contract. I am ready. And then I'm that guys who give you the good show, and then it's big drama on the way, guys.